Bunday sakrasa qo'shnilarga mehmon bo'lib tushib ketayotganmiz. Siz zerikib o'tiribsiz, bizlar sizga yangi problema, zo'r problema topib qo'ydik. Agar sizning qo'lingizda 45500 bo'lsa, kelib mana shu SSRdan qolgan uyimizni egasi bo'lib olasiz va umringiz 1 yil umringiz remontga ketadi, chunki bu uyga mehr kerak, mehrga zor. Bu bizlarda prixoja qismimiz bo'lyapti. Ko'rishingiz mumkin. Prixoja qismimizda shkaflar turibdi, SSRdan qolgan, juda eski, pechkaga yoqish zo'r variant. Bu bizlarda oshxonamiz bo'lgan edi, lekin детский qilib qo'ysangiz bo'ladi. Kattagina oshxonamizni esa balkonga chiqargan. Sababi balkonimiz katta. Lekin bu yerda astaroq operator bizlar qo'shnilarga tushib ketmaylik. Balkonimiz qurib turishganingizda kattagina divan, stol spokойно sig'adi. Shkaflariga отдельный baho beramiz. Bunaqa shkaflarni hali ko'rganim yo'q. Bizlarda kuxonniy garniturimizni ko'rishingiz mumkin. Hammasi akkuratni qilib qo'ygan. Skvoznoy, obvetrovka juda ham yaxshi bo'ladi. Ovqat pishirsangiz hidlari birdan ketadi. Endi bizlar shinnamgina mehmonxonamizga o'tamiz. Zato mehmonxonamizda отопление bor, juda muhim. Bu yerdan esa eshik qilib qo'ygan. Eshikdan oshxonamizga o'tsa bo'ladi. Men aytganimdek, детскийni yopib полноценный oshxona qilsa bo'ladi. Lustraga ham e'tibor bering. Bunaqa lustralar hamma joyda ham yo'q. Bu yerdan endi kattalar o'toqxonasiga o'tamiz. Bu yerda ham отопление bor. Bu tarafda sanuzlimiz bo'lyapti. Sanuzl разделный. Bu bizlarda hojatxonamiz. Hojatxonamizga kirsangiz o'tira olmaysiz, o'tirsangiz tura olmaysiz. Bu tarafda vanna bo'lyapti. Vannamiz полный kafel qilingan, akkuratniki. Xonalarimiz tugamayapti. Bu xona детский. Har bitta xonasida отопление bor, qishda sovqotmaysiz. Manziliga keladigan bo'lsak, manzili ham juda ham yaxshi. Sapkoda joylashgan. Ikkinchi отделениyaning shundoqqina pastga tushganingizda 5 qavatli domimizning 4-qavatida narxiga keladigan bo'lsak 45500. Albatta savdosi bor. Shu chiroyligina kvartiramiz yoqgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing.